Assalamu alaykum va rahmatulloh. Ayovdin qardoshlarım, hali bizga kela tura yaz, kela tura ishsiz zamonlar. Ko'pchi odamlar addi xatida deb aytib Allohga da chiqadir uzoqda. Ammo tek shu bizning oddiximizni buzag'an bir zot bor, qardoshlarım, shu ichkidir. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallohul azim. Hey iman salg'anlar deb Alloh taolo aytadi. Baruzga aytadi qardoshlar. Baruzda aytamiz iman salg'amiz deb. Hey iman salg'anlar, gerçektenni içkide, azartni oyunlarda, xançılarda va turli gadalnizlarda barida nas ishlardan, shaytonning nas ishlaridan deb Alloh taolo eskarib turadi. Fajtanibuhu dey Alloh aytadi. Saq bo'l shu ishlardan. Biz aytamiz Alloh taolani suyamiz deb aytib. Biz aytamiz Alloh taolo inanamiz deb aytib. Ammo tek Alloh taolo bizga aytganda shu zotdan saq bo'lamiz deb bizim bir-biri qardoshlarimiz shu zotdan saq bo'lmaydi. Oddi xabara Alloh taolo bizga bergan har turli ne'mat, har turli ashlar bor, etlar bor, har turli yemishlar bor qardoshlarım. Alloh taolo bizga uni ne'mat etib bergan. Qaraz Palestinada bu soatga palajinyaga halqa qaraz. Ashama ashi yo'q. İçmege suvi yo'q, yashama uyi yo'q. Alloh taolo bizga barini bergan shuni. Ammo tek biz shu zotning barini shukr etib bajarmaymiz. Nega bajarmaymiz? Nega tugul? Shonna ichkida qo'sha, harzatda qo'sha shu etegan oddixni qardoshlarimiz o'za. Shariat bizga oddix yaramaydi deb aytmaydi. Shariat bizga har turli ashama yaramaydi deb aytmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytib turadi: "Ashag'iz dey, halol g'ayzida va ichigiz dey, suvlarni, har turli mashrablarni, napitkalarni." Ammo tek esirtegenizde Alloh taolo bizga harom etgan qardoshlarım. Barig'izda chaqiraman qardoshlarım. Oddix deb aytib, mayovka deb aytib shu zotlarni qardoshlarım Alloh taolo bergan bizga shu ne'matni, bizga turli aru ashlarni bergan zotni buzmaymiz qardoshlarım. Alloh taolo bugun bizga bergan, biz shuni qo'llab bajarmasak, Tang'ala Allohga ko'rsatmasin Palestinada hal bizga degili qolmoqda. Qaraz Turkiyada 2 oyliqdan nechik bo'lib qoldi. Adamlar yo'qolib turgan yerda yer terbenib 50 ming, 60 ming adam o'lib ketdi. Biz bugun esimizga kelib Alloh taolo azobi bizga yetishmaydi deydi. Alloh taolo bizga rahmetib bizni saqlab turadi qardoshlarım. Rahmetib saqlab turadi bizni. Alloh taolo rahmusi uzoqda erkin ko'pdir, ammo tek Alloh taoladan achuvda chiqsa, Allohning azobida bek ko'pdir, uludur qardoshlarım. Barig'izda chaqiraman dag'ida bizning shukrligimiz alhamdulillah bilan bitqolmay, aytgan so'zi bilan bitqolmay. Bizning shukrligimiz yurakka da yetishmaga tarib, Alloh taolo bizga borch etgan zotni qilib, namozlarni, ro'zalarni, hajlarni, zakotlarni va Alloh taolo bizga etgan harom ishlardan saq bo'lmoq, ona shudur, gerti haq shukrlik, kamil g'ayzada etmek shukrlikni. İnşallah qardoshlarım, bizning aytgan tilimiz alhamdulillah yurakka da yetishmay uchun biz shularni yurmaga tarabuz va Alloh taolo harom etgan ishlardan saq bo'lmoq tarabuz. Alloh taolo ey Alloh barizga da tavfiq bersin, o'zining shariat yo'lini yurmaga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga aytgan, ko'rsatgan g'ayzada sunnatini yuritib yashamaga Alloh nasib etsin ey Alloh. Musulmon qardoshlarimiz da Palestinada Alloh ko'mak etsin ey Alloh. Alhamdulillahi robbil alamin.